hozircha vodiyda Andijon Namangan Farg'onadamiz. Keyin yana xudo xohlasa oldinda yana chaqirishsa, ob'yomini yo'lkasini kelishsa hamma yo'g'ini O'zbekiston bo'ylab qidiramiz. Faqat kelishuv bo'yicha, ha? qidiramiz. Kelishuv bo'yicha akalar mana tavsiya qilaman. Men hurmatli qadrdonlar, bu nima apparat deb o'ylaysizlar, ko'ringlarchi. Xo'p, bu apparatimiz pena sochadigan apparat, akalar. Xo'p, sizlar bo'yida o'zimizning Qo'shtepada pena sochadigan apparat olib kelishibdi. Ish faoliyatini boshlashibdi ukamiz, Javohirbek degan ukamiz. Akalar, ko'ringlarchi. Javohirbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizsiz charchamasdan, sog'ligingiz yaxshimi, Javohir? Xo'p, boshlab oldingizmi kechlarni? Boshlab oldik. Xo'p, Javohirbek, bu pena istirolarni ayting uka. Yangi nimani boshlayapsiz? Biznesda uka? Kasblarni, ish faoliyatlaringizni ko'p aytib nima qilsangiz, e'lon bersangiz. Hozir Daniyalikda Germaniya, Hop. undan keyin Turkiya, Rossiya penalarini olib kelib setyapti. Hozir Ha, Daniyalikda. chet elda nimalari? Aha. Germaniyaniki bu Qirg'izistonda chiqyapti, Samesnik. Aha. Undan keyin hop narxlariga keladigan bo'lsak, $6 $15 sepyapmiz. Ha, uni kassasiga qarab bo'layotganda $6 $15 ga. Ha. Qalinligiga qarab, misol uchun 3 sm bor, 5 sm bor, 15 sm bor, ularga qarab. Ha, santimetrga qarab. Xo'p, buni qayta-qaytalarga sassa bo'ladi. Xo'p, tomlarga, tunikaga, shifer, Aha. undan keyin taxtaga, devorga, qong'ich, pishig'ich, ular hech nimani tanlamaydi bu, faqat nam joy bo'lmasi kerak. Aha. Undan keyin yog'li bo'lmasi kerak. Aha. Sovuq joy bo'lmasi kerak. Misol uchun shikatorga qilingan sovuq joy bo'lmasi kerak. Ulardan ushamaydi yaxshi. Hamma joyga sepiladi. Bu bilishimcha bu masalan hammomlarda divorlarni tepalarni qilib termiz hisobida ushlab beradi. Issig'ida ushlaydi, sovuqda ushlaydi. Xo'p, bular hozir nima qilyapti hozir bu lekoz chiq ishlar? Xo'p, hozir bu yerda ikkita komponent bor. Aha. A komponent va B komponent. Aha. Ikkalasi birgalikda olib birlashgan bu yerda samoyimlik bu yerda gidravlika. Aha. Eng muhimi biz 220 ga ishlaydi. Uylaringizga borgandan keyin bizga 380 olib bering. Yo boshqa narsa Ha, shunday borib to'kka suqiladi 220 oddiy xonadonga. Xonadoningizda ham hozir mana bu yerda 220 faqat. Aha. 220 ga ishlaydi bu. Hop, ikkala komponentni olib, mana misol uchun samoy o'zi gidravlika bilan shlanga bilan jo'natadi. Ha. Bo'ldi. Xo'p, akalar ko'rib turinglar. Sizlar like bosib akalar, kanalga obuna bo'lib, sizlardan podpishka, like, kommentariy fang'ilab tursalar ham biz xo'p, akaning ish faoliyati bo'layotgan joyga ketdik abekka. Xo'p. Akalar mana pena sachishni o'zi ish faoliyati bo'lyapti akalar, ko'ringlarchi. Akamiz yo'ldalar. Xo'p, buni Javohirbek bu hozir ne santimetrli bo'lyapti hozir? Danamet 3-4 sm joy sepilyapti. 3-4 sm, ha? Ha, qachkina sochilyapti hozir mashinada hozir? Hozir bu rossiyskiy bu. Rossiyskiy. Rossiyaniki. Xo'p, akalar ko'ringlarchi, qaysi birlaringga masalan bu blok ustidan masalan hammomlaring bormi? Qanaqa molxona bo'lsa ham farqi yo'q deyapti. Aka, bu joy tanlamaydi deydi. Termiz hisobida lombozgami farqi yo'q. Tashib beraveramiz deyaptilar. Kasbalari zo'r. Xudo xolasa mana hozir hammomga, o'zimizning hammomga sachtiryapmiz. Fasad tomonini. Bu shunday vakuum bo'lib ushlar ekan, ichkariga sovuq ham, issiq ham chiqarmas ekan. Hozir mana shu Rossiyaniki deyapsiz hozir, ha? Rossiya nimasidan? Penasi.
qarang, ishini qarang. Qarang. Akalar, texnologiya dedi, texnologiya. Fasad qilmas ekansiz. Shunday blokdan urilgan joylar bo'lsa, shunday fasad qilmasa, shuni penani sachasiz, o'zi to'g'ri terimiz bo'lar ekan. Qarang. Akalar, o'zimizni Qo'shtepada ham boshlandi, xudo xolasa, Javohirbek. Xudo xolasa boshlagan hozir. Dars nimalarichi? Mana qayergacha borasiz? O'zbekiston bo'ylabmi yo vodiy bo'ylabmi? O'zbekiston bo'ylab, hozircha vodiyda, Andijon, Namangan, Farg'onadamiz. Keyin yana Xudo xolasa oldinda yana chaqirishda, ob'yomini, yo'lkasini kelishga hamma yo'g'ini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Faqat kelishuv bo'yicha, bo'yicha qilib beramiz. Kelishuv bo'yicha. Akalar, mana tavsiya qilaman. Men o'zim bratishkam o'zim tavsiya qilyapman. O'zimizkilarga aka zo'r qilib, aka kasvalik qilib beraman. Hali xunini sizga aka o'xshatib ketmayman deyaptilar. Menga yo'q, hozir qilyap turganlarni orqa tomonlari hozir bitdi. Qattiqidan aka, haqiqiy. Qattiq. Xo'p. Bo'ldi. Telefon nomerlaringizni aytsangiz, Javohirbek. Telefon nomeri 90li 839 99 97. Telegramingiz bor-a? Telegram hamma yo'q bor. Telegram hamma yo'q bor. Xo'p, Instagramingiz ham bor-a o'zingizda? Instagramimiz ham bor. Fena Service Farg'ona. Kataloqda bitada chiqadi. Fena Service Farg'ona. Bo'ldi. Xo'p, mashina to'xtab turing endi. Sizda mashina hozir necha bilan sachib beryapsiz? Xo'p, hozir buni Rossiyaniki deyapsiz. Rossiyaniki deyapsiz. Buni kvadratini diametr 8,5 dollarga deb beryapsiz. 8,5 dollar. Atrofga qaraganda arzon-a? Albatta. Plotimiz 30 bu hozir. 30? Aha, zichligi 30. Ha, zichligi 30. Akalar, xo'p, atrofga ham bitta narxini solishtirib ko'ringlar. To'g'risi, men-ta sizdan oldin ham gaplashib ko'rdim. Faqat 10 dollardan oshiqroq ham gapirishdi-da. Siz aka zo'r qilib beraman. Siz obunachilaringizga zo'r qilib tushib beraman deganingiz uchun maladesda o'zim obzor qilib beryapman. Akalar, telefon qilinglar, ishlaring bitadi. Mana shunaqa qilib bitta penani tashtirib qo'yasiz. Terimiz hisobida bo'ladi-da. Qarang. Xo'p, akalar, qolgan ma'lumotni Javohirbekdan.